Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun o'zgacha bo'lgan bir kontent tayyorlaymiz. Sababi xarakteristikaga emas, balki ko'rinishga, vidga e'tibor beramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, YouTube kuzatuvchilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Har xil texnikalarni har xil tuning qilganmiz. Bularni batafsil birma-bir tanishtirib, narxlari bilan qanaqa materiallar ketdi, hammasini birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Sizlardan shuni so'rab qolamizki, bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, kommentariyada, izohlarda o'z fikrlaringizni bildirib ketib, bundan tashqari o'sha do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang, chunki tuningga qiziqib yurgan akalarimizga ushbu videoni tashlab qo'ysangiz, ularga ham ma'qul keladi degan umiddamiz. Unda boshladik. Traktorlarimiz ko'rishingiz mumkin. 952.2, 80X hamda 80.1 traktorlarimiz o'z davrining legendalari bo'lgan. Mana 80.1 traktorimizni tuning variantini ko'rib chiqamiz. Sababi bu traktorimizni o'zi akalarimiz bilishadi. 80 kuchi oldi tortmaydigan oddiy motorli traktorimiz ko'rishingiz mumkin. Mokriy asfalt ranglarda. Buni rangiga bir alohida tema. Salon qismi boshqacha alohida temada. Bu salonga kirdingizmi, gelik nima deb yoradigan temada. Traktorchi akalarimiz bizni kuzatib yurgan, xuddi shunaqangi traktor olaman deb yurgan akalarimiz albatta traktor boru saloniga tashrif buyurib, shu va shunga o'xshash kabi texnikalarni bemalol xarid qilishlari mumkin. Ko'plab akalarimiz so'raydi, narxini yozmading-ku, narx deb. Albatta, batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Narxlarni ham joyida aytib o'tamiz. Videoni kuzatishga davom eting. Narxini oxirida birma-bir aytib o'tamiz. Sababi bu tuningga ketgan mahsulotlar, tuningning narxlarini ham birdan aytib o'tamiz. Oxirigacha bizni kuzatishga davom eting. Ko'rishingiz mumkin, salon qismi Tiffany rangda, hattoki rullariga, chetki obshipkalariga deydimi, hamma joyiga urg'u berib o'tilgan. Agar monitor kerak bo'lsa, bemalol monitor ham qo'yib beramiz bu traktorimizga. Ko'rishingiz mumkin, har bir detaliga alohida urg'u berilgan. Tonirovkalari ham o'sha siz bilgan eng qimmat tonirovkalardan qo'yilgan. Orqa naviskalari ham o'sha traktorimizni doimiy o'sha 80.1 80lar oilasiga mansub bo'lgan traktorlar bilan bir xil deyarli. Bundan keyingi traktorimiz 80X legendarniy traktorlarning malikasi deb ko'pchilik akalarimiz aytadi. Xuddi shunaqangi traktorda qora rangda, chorniy, pantera rangda bo'lganmi, panterali kelib ketadimi, malika bo'lib ketadimi, tushunmay qoldik. Kelib albatta o'zlari ko'rishlari mumkin. Ko'rishingiz mumkin, orqa taraflardan ham juda boshqacha ko'rinar ekan tonirovkada. Ajoyib. Albatta bu traktorni ko'rish kerak, kelib haydash kerak, olish kerak. 3 kolso traktorimiz. O'sha motori ham oddiy 80lar oilasiga mansub bo'lgan o'sha motordan 80 kuchi 4 porsionli traktorimiz. Ko'rishingiz mumkin. Qorani hamchi mativiy rangda. Bu ustalarimiz dard ko'rmasin. Bunaqa ranglarni qanaqangi topyapti, hayronman-da. Lekin mosda tushadi-da birga bir. Gap yo'q, tan olish kerak. Har bir ishini o'z ustasi qilganligi ko'rinib turibdi. Traktorlarimiz o'zi stok holatda, yashil holatda keladi. O'sha Belarus 80X o'zgarmagan 3 kolso. Sababi hamma traktorlar ranglarini o'zgartirdi, lekin o'sha 80X ni yashilda ushlab qoldi. Chunki bu Belarusda eng ko'p sotilgan traktorlardan biri, ham o'sha paxtaga, kultivatsiyaga moslashgan traktor. Buni ko'pchilik akalarimiz biladi. Xohlasa yashil rangdagisi ham bor. Boshqacha rang qilmoqchi bo'lsa, boshqacha rang ham topib beramiz. Xohlagan ranglarda buni ko'rishingiz mumkin. Qora matviymi, qanaqa rang bilib bo'lmayapti-da. Glansoviy deydimi, matviyy deydimi? Endi salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi alohida-da. Polik, chexol, rul chexol, hamma joylariga tepa obshipkalari deysizmi, hammasiga alohida urg'u berilib ketgan. Hattoki yon qismida, stoyka qismlarigacha ham alohida urg'u berilgan. Tonirovkalari shu gap bo'lishi mumkin emas. Traktorda shunaqangi ochgan akalarimiz, shunaqangi ochgan. Hozirgi kunga kelib mana bemalol olib haydashlari mumkin. Issiq kunlarda ham qiynalmaydi. Sababi hamma traktorlarimiz hozir 2026-yil 100% konditsionerda kelyapti. Traktor boruzga kelib ko'rib, ko'zlar yayraydi dedi-ku, bahri dil ochiladi deganday mana traktorlarimiz. Undan keyingi traktorimiz mana 952.2 traktorimiz. Bu turbo kompressorli 90 kuchi, oldi ham tortadigan traktorimiz. Oldi mokriy rangda, mokriyda ham yaltirab turadigan mokriyda bu. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqingizlar. Biz
har bir mijozda fikri bilan qiziqib kommentariyada nima haqida, qanaqangi traktorni tuning qilish kerak yoki nimani obzor qilish kerak, kamchiliklarimizni aytib o'tsalaringiz, biz birma-bir jamoamiz bilan birgalikda ishlab o'shani to'g'rilashga harakat qilamiz. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Salon qismlari alohida. Bunga o'rtasiga qanaqadir baxmallimi, nima deydi, qanaqadir material qo'yib ketilgan. Traktorchi akalarimiz kelib buni olgandan keyin nima deydi, ichkariga alohida bir joy qilib, salondan tushmay bemalol dalada ishlaydi. Albatta daladan keyin chang bo'ladi sharoitda. Meni karsilcha olib, bu yoqqa bitta moyka qilib, uyda oldiga qo'yib, bunga yetmaydi-da. Uni fermer akalarimiz o'zlari biladi faqat. Endi eng qiziq joyi bu traktorlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi kunda mana 952.2 traktorimiz hozirgi kunda mana shu stok holati o'zini qizil varianti 395 million so'm. Plus yana bunga tuning qo'shiladi. Tuningimiz o'sha xudo xolisa kelishtirgan hollarda 10 milliondan boshlanadi, 15 milliongacha. Uni ham kelishtirib, chiroyli qilib, albatta bu ketadigan mahsulotga qarab, qanchalik yaxshi, sifatlisini qilsak, albatta bu sifatli narsa o'zlaringiz bilasizlar, arzon turmaydi. O'shaning uchun sal narxi o'zgarishi mumkin. Xudo xohlasa buni ham kelishtirib, chiroyli qilib, skidkalar bilan, lizingga desa ham boshlang'ich 25% bilan 100% to'lovga deyman desa, undan ham kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Albatta har bir mijoz biz uchun muhim. Ularni rozi qilib shu salondan chiqarib yuboramiz. Bundan keyingi traktorimiz 80X. Qora bir mativiy deydimi, mativiymi, glansoviymi tushunmay qolyapman. Lekin bitta bosib yuboradigan joyi ekanda akalarimiz. Albatta kelib, traktor boringizga kelib, xuddi shu va shunga o'xshash traktorlarni bemalol xarid qiladigan joyiga keldi. Hozirgi kundagi narxi 80X'imizda 370 million so'm. To'g'ri eshitdingiz, 370 million so'm 80X traktorimiz. Bemalol kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari filiallarimizgacha ham borib ko'rishlaringiz mumkin. Faqat filiallarimizda bunaqangi tuning traktorlarimiz yo'q. Sababi o'sha tuning qiladigan akalarimiz o'zimizda servisimizda, o'sha servis sentrimizda ichida joylashgan, qo'llar dard ko'rmasin akalarimizni bizni ko'rayotgan bo'lsa albatta o'sha yurakchani bosib, bizni ko'rayotgan akalarimiz bizni qo'llab-quvvatlash uchun yurakchani bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Kommentariyada ham Belarus so'zini yozib qoldirsangiz, yana sizga batafsil ma'lumot beramiz. Hozirgi kundagi narxi 370 million so'm. Plus yana tuningga o'sha 10 milliondan 15 milliongacha qo'shiladi. Uni ketadigan mahsulotlarga qarab, misol uchun siz agar xuddi shu traktor kerak bo'lsa, uni ham gaplashamiz. Yo'q, menga boshqa traktor, salonni boshqacha qilib ber. Mana shunaqa desangiz ham uni ham gaplashamiz. Uni ham chiroyli qilib, bonuslar bilan qilib beramiz. Albatta batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Undan keyingi traktorimiz bu 80.1 legendada bu. Buni bilgan biladi, bilmagan akalar o'zi biladi endi. Menimcha har bir traktorga qiziqadigan akalarimiz, fermer akalarimiz bu traktorni qanaqaligini hammasi biladi, ko'rishingiz mumkin. Bu traktorimiz hozirgi kundagi narxi 315 million so'm. Aytganimizdek tuningga o'sha 10 milliondan 15 milliongacha kelishtirib, bonuslar bilan qilib qarab beramiz. Tuningni ketayotgan mahsulotlariga qarab. Lekin bu traktorga juda havasim ketdi. Salon qismi juda ham boshqachada. Bu salonga chiqqanimdan keyin boya o'zim ham haydab ko'rdim-da, endi tushkish kelmaydi. Konditsioner bor, komfort dahshat, ko'zlari charchab qolmaydi bor-ku. Tezroq kelib haydab minish kerak akalar. Traktor boringizga tashrif buyurib, bemalol kelib, yo test drive qilib ko'raman degan akalarga ham, bemalol ko'raman degan akalarga ham bizning eshigimiz doim ochiq, kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 24 ga 7 xizmatdamiz. Bizni o'sha batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizdan quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, o'sha tuning traktorlarimiz haqidagi hozir bu yana bundan tashqari yana traktorlarimiz tuning qilinyapti. Ularni ham bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Yana ko'plab akalarimizdan noto'g'ri fikrlar bor-da. Bu eski traktor qolib ketgan. Yo'q, unaqa emas. Hammasi 2026-yilgi traktorlar. Traktor boringizda doim yangilanib turadi. Klientlarimiz kelib tanlashga imkoni bo'lishi uchun
ba'zi birovlarga o'xshab yoki kimlarga o'xshab bitta traktorni ko'rsatib, mana shu sening traktoring deyilmaydi. Xohlagancha kelib ko'rib olishlaringiz mumkin. Traktor Boruzda sizlarni kutib qolamiz. Traktor Boruz vaqt sinovidan o'tgan sifat. Agar oldiga toshlar kerak bo'lsa, uni ham yechimini topib qo'yganmiz. Traktor Boruzda toshlari ham bor. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Traktor Boruzda sizlarni kutib qolamiz.